Siz yumurda yurgan odam qanaqa qilib hozir somsa mana sotyapsiz, hammasidan xabarim bor, aralashmay ichini bilaman deyapsiz. Qanaqa qilib? Oddiy oiladan chiqqanmiz. Men yoshlikda ham men savdo sotuvda katta bo'lgan Ana bolaman. shundan boshlang. Qanaqa savdo sotuvda? Onam Navoiylar o'zi, onamni onasi taraf Navoiy bo'lgan. Ular non yopish, somsa qilish, shu bo'yicha uni men sotib kelish bo'yicha manida uyda. Ma'naviyligim bor edi. 16 yoshgacha onamga qarash yurgan bo'lsam, 16 yoshdan keyin men o'zim Chorsuda ham ishlaganman, ochki sotganman, ko'zoynak, солнцезащитный, remen ham sotganmiz. Yaxshimidi? O'qish payti boshlaganda popkalar ham sotardik. Shu u paytda o'sha Mr. Joker Javlon Asadullayev bilan biz ochki sotganmiz Chorsuda. Rostdan. Ha. Kim askilar yaxshiroq edi? Yaxshi, hammasi yaxshi edi. To'liq videoni Soqqa YouTube kanalida tomosha qiling.